Xayrli kech. Xayrli kech butun dunyodagi barliq vatan so'ygan qarindoshlar. Sizlar bilan takror yana ko'rishganligimdan xushalman. Sizlar bilan takror yana ekran yuzida ko'rishganligimdan takror men xushalman qarindoshlar. Bugun havo night yaxshi o'tdi ekan. Bir 2 soat atrofida namoyish qilib kirdim. Namoyishninki jarayonlarini Facebook qo'ymadim, chunki yana burunqi deyilgan gaplar deyiladi. O narsalarni men Facebook qo'yib yurmadim, chunki men Facebookda biroz yig'ilib qolgan masalalarni ko'pchilik bilan o'rtoqlashish niyatim bo'lg'achqa, shunga men bugun 1-2 soat atrofida 1,5 soatdan soatga aniq qaramadim. 2 soat yappagan namoyishimni Facebook'a qo'yib o'ltamadim. Ayni ishni takrorlayapmiz, ko'pchilik bildi. Zaten mening nimani takrorlayotganligimni nihoyat yaxshi bilasizlar, ya'ni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi. Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini dunyoga tunishtirish. Iborat bu namoyishda bo'lib kelayotgan. Uni qo'ymasligimdagi sababim, ya'ni hozirgi vaqtdagidek sizlar bilan ko'rishish ehtimolligim bo'lganligi uchun men u narsalarni qo'yib o'ltamadim qarindoshlar. Bugun men sizlar bilan o'rtoqlashadigan ozroq tema bor. Bu tema qaysi degan vaqtning o'zida ba'zi do'stlarimiz avatibdi. Masalan, Rossiya, Amerika, Xitoy, Turkiya qatorliq davlatlar bu yangi dunyo strategiyasini qurishga kirishdimi? Mushundaq gaplar jiq taqilyotidu. Yangi dunyo strategiyasini qurishga kirishdi. Buningda deyilishicha Amerika, Yevropalar zaten bu Xitoy, Turkiya, Rossiya, Pokiston qatorliq davlatlarningki qurgan bu sistemadan boshqa chiqib ketamaydi ekan, uning gapini anglaydi ekan. Bu deyilayotgan gaplarda Amerika bizning masalamizni qo'llayotgan Yevropa qatorliq davlatlarni hech qanday bir arzimas temalar epto degandek bu savollarni o'tirg'i qo'ydi. Men buningga kuchimning yetishicha javob berib o'taman. Bundan burun men sizlarga deydigan gapim, bu masalaga javob berishdan burun ko'pchilikka deydigan gapim qarindoshlar, men sizlar bilan takror bu Amerika degan shuarni ta 2018-yilda ko'tarib chiqqandan birisi ta hozir qadar biz Amerika deb kelyapmiz qarindoshlar. Mening prinsipimni, mening siyosatimni sizlar yana yaxshi tushunasizlar, vatan so'ygan qarindoshlar. 2018-2019 Amerika deb o'tdik. Amerikada takror qonunlar chiqdi. Nurg'un ishlarning bo'lganligini biz deysakto demasakto buni yaxshi bilasizlar. Mushu 2020-yil kelgan vaqtida ikki hokimiyatningki, ya'ni Bayden hokimiyatining, Trump hokimiyatining taxtdan tushib, Bayden hokimiyatining taxtga chiqadigan mezgildimi, millatimizning ideyasida nurg'ulg'an davolg'ishlar, nurg'ulg'an qaymoqishlar bo'lindi. Ya'ni Bayden hokimiyati taxtga chiqqandan keyin bizning ishimiz qanday bo'ldi? Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi qanday bo'ldi degan masalalarni, nurg'un masalalarni o'tirg'i qo'yildi. Millatimizning haqiqatan besh qatli xavringlarda bor qarindoshlar. Shu vaqtida men 2-oylarda bir suhbat qilish orqali men millatimga nihoyat ochiq, keskin qilib shunday degan. Bayden apandim davriga chiqqan, taxtga chiqqan davrda Trump apandimnikiga o'xshash siyosat ayni ishlarni takrorlaydi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini hech qanday vaqt eg'izdan tushirmaydi. Bu ish texmi rivojlandi. Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi bu munosabat kuchaydiki, hech qanday ajizlashmaydi degan gaplarni biz deydik qarindoshlar. Men degan so'zlarim mening Facebook'imda turdi, YouTube'da turdi. Buni anglab baqsanglar bo'ladi. Demakchi o'g'lim, men bu yerda men o'zim degan gapga men kuchga ega demakchi, ham buning zaten rost yolg'onligini men o'z tushuncham orqali men o'zimning ko'z qarashini tushuntirib, deganligimning rost ekanligini tushuntirmoqchi emasman. Bu yerda millatimizga foydali masalasini tushuntirish jarayonimizda bu masalalarni biz tushuntirib o'tdik. Masalan, bu yerda yangi hokimiyat, Bayden hokimiyati taxtga chiqqandan keyin xavringlarda bor 3-oyda, yanvar 3-oyda masalan Antony Blinken va Xitoyningki ayni vaqtdagi tashqi ishlar ministrlari bu yerda o'tirib bir qator suhbat o'tkazdi. Xavringlarda bor, shu vaqtida Xitoyningki tashqi ishlar ministrininki qanchalik chachrab ketganligi, qanchalik vaqirab ketganligini biz ko'rdik. Bu vaqtimizda biz xulosalab o'tirib, demak Amerika hukumati Xitoyning jonijon manfaatiga tegadigan bir narsani o'tirib qo'ygan degan gaplarni biz degan.
Şu söhbət haqqında özümüzün düşüncəsini və özümün düşüncəsini bəgən. Şu vaqtimizdə Antony Blinken efendim Uyghur meselesi, Tibet meselesi, Tibet senin işin emas degan narsa bu Xitoyni hokimiyatini shu vaqtdagi Xitoyning tashqi ishlar ministridan suhbat o'tkazgan Antony Blinken bilan suhbat o'tkazgan ministerdan qattiq ranjitdi degan qarindoshlar. Demakki bu yerda Amerika hukumati taxtga chiqqandan keyin o'zininki tipik tashqi strategiyasini, ya'ni Xitoy bilan bo'lgan tashqi strategiyasini o'tirib qo'yib qo'ydi. Tashqi siyosatni aniq qilib o'tirib qo'yib qo'ydi. Shu sababdan Xitoy ayni vaqtning o'zida qattiq chachirdi. Shunchalik bir diplomatiyaga yarashmaydigan ishlarni qilganligini biz ko'rdik. Onu biz xulosalab o'tirib, Xitoy hokimiyatiniki, shu vaqtdagi Xitoy amaldorlarining o'zining davlatining ichidagi Xitoy millatchilariga ko'rdingmi, biz Amerikaga söhbət üstüdə oturub, mana mushundaq ishlarni qilish, mushundaq gaplarni deya olamiz degandan boshqa hech qanday ishga yaramaydi degan gaplarni biz degan qarindoshlar. Demak, bu Biden hokimiyati ko'rdinglar, taxtga chiqqan 6 oyning ichida nihoyatda g'oyat zo'r ishlarni qiladi qarindoshlar. G'oyat zo'r ishlar bo'ldi, ko'rdinglar. NATO'nun yig'ini ochildi. NATO'nun yig'inidan burun G7 masalasi, G7 davlatlar bir yerga yig'ildi. G7 davlatlar bir yerga yig'ildi. Bundan keyin eng asosli talash tortish qilgan masala qaysi? Ya'ni Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi talash tortish qilindi. Men oldin qatimliq suhbatimda dedim. Uning o'laplar NATO'nun yig'ini o'tkazildi. NATO'nun yig'ini bo'lgan vaqtning o'zida nima bo'ldi? NATO'nun yig'ini bo'lgan vaqtning o'zidami yana davlatimizniki ayni vaqtdagi status minister, hozirgi NATO'nun boshlig'i general sekretar Jens Stoltenbergning men degan so'zlarini deb qo'ydim. O'zining xalqiga mushunchalik rahimsiz muomala qilayotgan, ta'qiblash sistemasini o'tirib qo'yayotgan bu hokimiyatning ishlari bizni cho'chitdi dedi. Demak, bu yerda Biden efendim o'zining davlatining ichida qandaq yaxshi utuqlarni keltirdi, bu mening ishim emas, ammo bizga foydali masala kelgan chaqda, ya'ni Xitoyga qarshi masala kelgan vaqtimizda bu yerda G7ni birlik keldi. G7da to'liq bir birlik keldi. Onundan başqa NATO'da to'liq birlik keldi qarindoshlar. Bu yerda qaysi masala? Men oldingi so'zimda degan, ya'ni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi desak xatolashib qo'ydim. Mush tufaydan ikki qutbga bo'lindi degan gaplarni men degandim. Men gapimda turma. Bu inshaalloh men tuqqanchaqning o'zida rost aylandi deb qarayman. Demak, bu yerda o'tirib qo'yilayotgan masala G7da va NATO'da o'tirib qo'yilayotgan masala bu masalaninki to'g'riligini isbotlaydi. Qarindoshlar. Demak, bu yerda Biden efendim 6 oylik hokimiyat taxtga chiqqan jarayonning o'zida Xitoyga qarshi holda to'liq bir birlikni hosil qilib bo'ldi desak xato bo'lmaydi qarindoshlar. Ya'ni bugun Amerikaniki davlat mudofaa ministrining Xitoyninki virusning kelish manbasi haqida biz bilan hech qanday talash tortish qilishga ruxsat yo'q degan so'zlarni anglayapmiz. Vion degan xabarlarda chiqyapti qarindoshlar. Men ilgari degan ko'pchilik bilan paranglashgan Xitoyning ustiga ikki ish cho'qim keladi degan. Bir virusning kelish manbasini Xitoy cho'qim javob berdi, ikki Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasiga cho'qim javob berdi degan gaplarni men ko'pchilik bilan tam mushkamga qadar o'zimning bilgan suhbatlarda men buni takrorlab kelyapman. Ko'pchilik buni biladi. Endi onun olab mushu G7 va NATO'ning yig'ini o'rlab bu Jenevada o'tkazilgan suhbatga siz qarab baqsangiz Putin efendimning do'milab kelganligini ko'rsiz. Putinning bu yerda kelganligini ko'rsiz. Hatto uzun muddatlik g'arb mediyasi, g'arb dunyosining mediyasidan yiroq turgan bu Putin efendimning bu qatim o'tirib bu yig'inga kelganligini ko'rsiz. G'arb mediyasiga chiqqanda uzoq qolmay o'tirib buni anglatma. Masalan, Putinning Amerikaniki donliq media organi NBS bilan eppagan suhbati jarayonidagi keskin munozirlarni men Facebook'ga qo'yib qo'ygan ayni vaqtida men hozir buni bir qator anglatib va o'zimning so'zini o'tirib qo'yib o'taman. Bu vaqtimizda Putinning bu yerga kelishi, Putinning kelishi nimani tushuntirdi qarindoshlar? Amerika bilan Rossiya o'rtasida Ukraina krizisi, Suriyadagi masalalar, NATO'ning masalalari, har turli masalalar varkan, Amerika Rossiyaga nisbatan jazo embargosi yurgizayotgan, ayni vaqtida G7dan qo'g'lab chiqarilgan Rossiya bu qatim o'tirib Jenevaga nima uchun kelib qolgandi qarindoshlarimiz? Mushu kimning natijasidir? Albatta Bidenning natijasi. Ammo bu nima uchun anda bo'lgan bo'lsa, bu yerga Putin kelib qoldi? Putin efendimdimi bu yerga qarsangiz NBSning muxbiri
1,5 saatlik suhbat jarayonlarining o'zida nihoyatda keskin tutishidi. İkili taraf Putinmi o'zimi dangliq siyosiyon nihoyatda hiylagar odam. Hiylagar bo'lgandan keyin nurg'un jihatda tutilmaslikka tirishidi. Umi tutilib qoladi, ammo ba'ziga kelgan chog'da umi o'tirib nihoyatda keskin javoblarni berdi. Musha kelgan vaqtimizda Putin apandimdanmi NBSning muxbiri bu yerda ikki savol, bir savol so'raldi. Ya'ni Uyg'urlarga doir savollar so'raldi, qarindoshlar. Uyg'urlarga doir savollar. Nurg'un talash tortishlarning ichida Uyg'urlarga doir savollarni so'raldi. Andaq bo'lgankan, mushu Putin apandimdan nima uchun bu masalani so'rab qoldi? Sizlar o'ylab baqsanglar, bu tasodifiylikmi? Mayli u Putindan qanday javob berishdan qat'iy nazar, sizning cho'g'anchada Amerikaning tipik davlat manfaatiga vakillik qilgan, Amerikaning ko'z qarashiga vakillik qilgan u muxbir zaten muxbir deysimi o'tirib, so'ralgan savollarning keskinligi, nihoyatda jeni baliq qarasangiz, bu yerda o'tirib ikkisining o'rtasidagi munozaraga qarasangiz, bu har qanday qilib NBSning muxbiri men davlatga vakolatli qilmayman desam, qo'yilayotgan savolning xarakteridan qarasangiz, ayni nuqtada Amerikaning manfaatiga Amerikaga vakolatli qilgan savollarni so'rag'ini ko'rasiz. Buni xulosalab bir jasini deb beray. Masalan, ayni vaqtida sizni Bayden apandim qotil degandi. Sizmi o'tirib to'g'ri men qotil dedim. O'zingizmi dedingiz, men to'g'ri men qotil dedingiz. Andaq bo'lgan chaqda rasmo degan vaqtingizda Putin nihoyat qattiq tutilib qoldi. Mushundaq masalalar kelgan vaqtingizda. Ammo bu yer kelgan vaqtning o'zida Putindan so'ralgan savol Uyg'urlarga doir so'ralgan savollar bizning diqqatimizni tortdi, qarindoshlar. Demakki biz ko'rdik. Demak bu qatimqi Jenevada o'tkazilgan shu G7 yig'ini bo'lsin, NATO yig'ini bo'lsin, undagi Jeneva uchrashdi bo'lsin, sizlar bir narsani kesib aytishimiz kerakki, qarindoshlar. Men ayni vaqtida so'zimda dedim, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi biz ikkiga ayrıldı dedik. Men mush kepimda turman. Andaqkan bu qatim o'tirib Bayden apandimning mushu Putindak o'tirib Kremlga kirib olgan hilgar odamning mushak akilishi Әкеліште түпкі бір мақсат var. Bu yerdeki түпкі bir maqsad var. O qaysi maqsad deysanglar, qarindoshlar, men ko'z qarashimni shunda deyman. Amerika 2001-yili terrorizmga qarshi jang qilishdan avval mushunga o'xshash yig'in ochgan. Shu vaqtingizda yig'in ochib, dunyodagi butun davlatlarga siz terrorizm tarafida turamsiz yoki biz tarafida turamsiz deb o'tirib, faqat ikki ultimatumni o'tirib qo'ygan. Sizga o'tirib hozirgi Uyg'urlarga o'xshash o'tirib tinch yetib olgandek emas. Sizga tinch yetib olishga ruxsat yo'q. Ya terrorizm tarafda tursiz, ya biz tarafda tursiz degan alternativni, bu ikki alternativni sungan. Shu vaqtning o'zida nurg'un davlatlar o'zinglar ko'rdinglar, Amerikadan asosan Amerikaniki terrorizm qarshi jangini qo'llagan. Bugun andaqkan Putin apandim Kremlning ichida turib olgan Putin apandimning mushaga o'tirib domlab kelishi, yugurib kelishi, buningdami NBSning muxbirlaridan NBSning muxbirining Putin apandimning Uyg'ur masalasini so'rashi, sizlar 1,5 soatlik suhbat jarayonlariga qaranglar, qarsanglar o'tirib turib, Jungoning, masalan, bu Xitoyning ichidagi ikki masalaga so'rashgan chaqda faqat Uyg'ur masalasini so'raydi. Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasini so'raydi. Demak ki biz mush nuqtadan qaragan vaqtimizda bu qatim Joe Biden apandim dunyodagi butun liderlarga o'tirib, andaq bo'lgan bo'lsa, mushu Xitoydan taqalgan virus va Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi bo'yicha siz kimning maydonini tanlaysiz deb bir ultimatum alternativni tashlab qo'ydi desak, men cho'g'achiqda tubdan hech qanday vaqt xato chiqmaydi qarindoshlar. Sizlar buni mushundaq tushunishimiz kerak. Siz zodi qaysi tarafni tanlaysiz? Nima ish qilasiz, qaysi tarafni tanlaysiz degan nuqtaga kelgan vaqtning o'zida mushu ikki alternativ bo'yicha bu qatim dunyo rahbarlarini, dunyo liderlarini, nurg'unlarni bu yerga yig'ib, Xitoyga qarshi bu o'rtaq bir koalisyon kuch shakllantirishda o'zining tipik maydoni, tupki ko'z qarashni, ya'ni irqiy Xitoydan taqalgan virus eng muhim bo'lgan narsa Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik masalasi. Siz qaysi maydonda tursiz? Biz bu masalaga kelgan chog'da qarorimiz aniq. Anda siz qayerda degan masalani, siz qayerda, siz qaysi o'rinda tursiz? Ya'ni Xitoy tarafida turamsiz degan savolni o'tirib qo'ydi desak, mench bo'lgan vaqtingizda xato bo'lmaydi qarindoshlar. Shuning uchun bu yerda Putin apandimmi night tezla o'tirib Jenevaga do'malab kelgan
bu mesele kelgan chog'da o'zida tafsiliy jarayonlarini men hozir qisqa videosini qo'yib qo'yma, ko'rsatib qo'y, anlatib qo'yma, ammo to'lig'ini anglab boqsanglar bo'ladi. Bu yerga kelgan chog'da Putin apandimmi o'zining ko'z qarashini nihoyatda siliq usulda o'tirib ifodalab o'tib ketgan. Men buni videoni qo'ygandan keyin deyman. Hozir deysam o'xshash, masalan, u so'ralgan savolning o'zida Şinjan'daki meselelerge siz qanday qaraysiz degan vaqtning o'zida, albatta keyingi savolda irqiy qirg'inchilik bor degan vaqtning o'zida Putin deydiki, bu yerda o'tirib qarasanglar, so'zni anglasanglar, Putin deydiki, men Jungo'ga borgan, u rayondagi ahvollarni, shu rayondagi amaldorlarning og'zidan, Uyg'urlarning og'zidan anglagan, men Uyg'urlarni nihoyat yaxshi bilaman. Uyg'urlarni bilime, shularning og'zidan angladim degandek gaplar bilan o'tirib, bu yerda o'zini qochirdi, shundoq o'zini oqlaydi. Andaqkan bu yerda Putin apandimga qarasanglar, Putin o'tirib, ya Uyg'urlarni terrorchi bo'lg'ashqa o'tirib, Xitoylar ularni jazolarga akiriyotdi, o'ltiryotdi degan gaplarni demaydi. Yoki Uyg'urlarni bo'lginchi degan gaplarni demaydi. Yoki o'tirib, men u Xitoyning qilayotgan ishlaridan butunlay to'g'ri deb qarayman degan gaplarni demaydi. Yoki o'tirib, men u masalaning hech qaysini bilmayman degan gaplarni demaydi. Bundan ko'rinib turdiki, bu yerda Putin Amerikaga deyotgan gapi, bu masalada sen qanday qilsang hal qil, men mushu ko'z qarashimda turman. Sen bilan o'tirib o'rtaq harakat qilib bu ishlarga takror kirmayman degan ma'noda o'tirib o'zininki mushundaq ko'z qarashni o'tirib qo'yyotdi. Bu yerda mening tushunganim qaysi deganda, mening tushunganim bo'yicha bo'lgan chog'da Putin albatta qo'llasi yaxshi. Putin qo'llasi yaxshi, ammo qo'llamagan taqdirning o'zidami mushu masalasini hal qilishda Xitoy tarafda turmaydiganligini bu yerda ko'rsatib beryapti. Biz Xitoy taraf bilan turmaymiz, Uyg'ur masalasi kelgan chog'da Xitoy taraf bilan turmaymiz degan masalani bu yerda o'tirib qo'yyapti qarindoshlarimiz. Aniq qilib aytish kerakki, bu yerda Putin, boshqa Rossiya davlatlarining bizning ishimizga jiq oralashishning o'zi yaxshi ish emas. Men shunday tushunaman. Masalan, Amerika Suriyaga kirgan vaqtda uning qulab Rossiyaning kirishi nihoyatda bir qalayimqanchilik vaziyat sharoitlarni keltirib chiqadi. Buni Suriyaning masalalarini o'rganib chiqqanlar bilalasizlar. Ama bu yerda Putinning mushu maydonda turganning o'zi bizning manfaatimizga chiqqan to'g'ri. Bizning masalamizni hal qilganqa faqat yo'l qo'yiblar Amerika, Yevropa masalasi, Yevropa hal qilsa, Rossiya o'tirib buningga Xitoyning maydonida turmay, o'ziniki tegishli maydonda turib, Xitoyning maydonida turmasa, bu biz uchun aytgan eng foydali nuqta deb qarayman. Ikkinchidan, bu yerda bizning diqqatimizni alaydan tahlil qiladigan narsa, diqqatini tortadigan bir narsa bor. O qaysi narsa desanglar, Muşu NATO yığın jarayonida Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a Biden efendimninki ko'rish jarayonida mundaq mushundanlab kelganini ko'rasizlar. Albatta bu koronavirus, Xitoyning virusi tufaylidan har turli ko'rishlar bo'ldiki, ammo siyosiy yo'llar har turli narsalarni har turli qo'llandi. Ammo men uni qanday qo'llansin o'zining ishi, bu yerda mening deydigan gapim qaysi degan chaqning o'zida ayni vaqtida Xitoyning sepidan o'rin olayotgan Turkiya prezidentimi bu yerda avchig'ini deydi. Anda bo'lgan bo'lsa, biz NATO Afg'onistondan chiqib ketamiz, chiqib ketgan vaqtimizda bu o'rinni siz olamsiz degan vaqtimizda Turkiya o'tirib, "Yo'q, bu sening ishing" degan gapni deyolmaydi. Shunchalik o'tirib Amerikaning masalan Arman irqiy qirg'inchiligini tilga olishi hech qanday narsani tilga ololmadi. Masalan, Turkiya prezidenti Arman irqiy qirg'inchiligini shu yig'inning o'zida sen nima ish bunday deding degan gaplarni tilga ololmadi. Yani onundan başka Amerika oturup Türkiye'ye bu şartını koyuyorsa, ben Afganistan'dan çıkıp ketken vaktinizde siz oturup bu vazifeni tuluq üstünüzge alalamsız diye vaktinizde Erdoğan ne dep cevap verdi. Elbette sen kollasan ben oturup bu işini kılman dedi. Demek çoğunu ben senin gipini anlayman devadı. Anlayman devadı. Bazı qeyrindaşlarımız düşünmeydi bunu. Türkiye'nin elbette Afganistan'da asker var. 2001 yıldan tatip kirgen askerler var. O askerler kaya tuturatı sana Özbekler rayonunda turdu. 1800'e yakın asker var. O 1800'e yakın askerler şu Özbekler rayonunda, şu Özbekler bilen birle mal vekip, çarı vekip jügen. Hem de Amerika çıkıp ketkendan keyin bu mühim strategik o'rin bo'lgan Kabulning bexatarligini qo'g'dash masalasi muhim masala. Bunga Taliban qo'shilmadi bu aniq emas. Ammo bu yig'inning o'zida Biden efendim uning kesib o'tirib turib bu fikrini o'tirib qo'ygan vaqtimizda Turkiya o'tirib yo'q deyamadi. Demak buni ko'rdingizmi?
Baydenning 6 oyning ichida o'tirib turib, masalan, Xitoyning sepida turayotgan, Xitoy bilan bir tarafda Ipak yo'lda bir turayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin nim dedi? Uyg'ur masalasi kelgan vaqtida takror dedik, NBSning muxbiri degan vaqtingizda undaq masala yo'q. Siz u yerga kirolmaysiz, borolmaysiz degan gaplarni hech qaysini demadi. Uyg'urlarni terroristmi demadi. Uyg'urlarni bulongchimi demadi. Hech qanday haqoratlaydigan gaplarni qilmadi. Men faqat shu Xitoy amaldorlaridan anglagan Uyg'urlarni bilma, ular yaxshi qilyapti deydi degan Xitoy o'gitib qo'ygan so'zlarni deb chiroyli qilib qutuldi. Demak, Uyg'ur masalasi kelgan vaqtimizda men sana qarshi chiqmayman degan gap dedi. Andaqga o'tirib, dunyo 5dan cho'ng deb o'tirib turib, shundoq so'zlab ketadigan Erdo'g'an apandim kelgan vaqtimizda Erdo'g'an apandim yo'q. Bu kritik rayonga kirish sen kirding, bu sening ishing, men bu ishni qilmayman degan gaplarni demadi. Albatta sen qo'llasang, sen buniga destek versang, yordam bersang, biz u yerda qolamiz degan gaplarni dedi. Ko'rdinglarmi? Qarindoshlar. Demak, mushu so'zlarni deyish orqali men nimaga javob bermayman degan vaqtning o'zida qarindoshlar, sizlar men 5da so'zimning 5da boshlagan Rossiya, Xitoy, Türkiye, Pakistan qatarlıq devletler bu yerda bir İpek yolu qatarlıq devletler bu yeni dünyanı kurdu. Yeni dünyada Amerika G'arb dünyasının hech qanday roli bo'lmaydi degichilarga bundan beradigan nuqta bu koni gap emas qarindoshlar. Bu Türkiye'ninki bizningki tashqi dunyoga chiqqan Uyg'ur qarindoshlarimiz masalan siyosiy maqolalar, nurg'un narsalarni tushunishda, hatto men shu tushunishda bu yerda bizning tilimiz ularga yaqin bo'lgandan keyin birinchilab o'tirib nurg'un narsani konkret jonliroq tushuna oladigan til Turkiyaning tili bo'lgandan keyin bu yerda masalan Yevropadagi davlatlarda, Amerikadagi nurg'un Uyg'urlar o'tirib turk tilini jiqaroq ko'rdi, o'ydi bor. Andaq bo'lgandan keyin muloyiz maqoli nurg'un narsalarni Uyg'urlarmi shularni anglaydi. Ammo bu Turkiyaning muloyiz maqollari qandaq yozilgancha to'xtamasdan shunday yolg'on gaplarni qildi. Shunday yolg'on gaplarni qildi. Bunun tipik bir misal deb beray masalan, Amerikaning ichki saylimi, Amerikadagi Trump mezgildagi saylan mezgilda ular nim deb tashviqotlarni qilgandi. Amerika pochilinib ketadi degandi. Amerikada ishga urush chiqadi degandi. Shu vaqtimizda men va nurg'un insonlar deydi, xaljiq insonlar dedi, bunda ishlar bo'lmaydi, bunda avar bo'lmanglar dedi. Yevropada nim bo'ldi dedi. Yevropa kavganing ichiga tushdi, avulda degandi. Nim bo'ldi? Yevropa tinch. Bu yerda ular shu ko'z qarash orqali Turkiyadagi bir qism yozuvchilar, yazarlar, shu chezarlar oniki siyosiy ko'z qarashi, ya'ni Xitoyning Ipak yo'li strategiyasidan o'rtaq bo'lg'ashqa. Ya'ni Xitoy, Turkiya, Rossiya qatorliqmi shu Pokiston qatorliq biroz kuchi bor, uningdan boshqa Ipak yo'ldagi 60 nachi davlat birlashib o'tirib, bu g'arbga taqobil turadigan bir lager qurmaymiz degan ideya ko'z qarashi bo'lg'ashqa, bu yerda insonlarga shunday fikrni to'xtamasdan o'tirib taqatgan. Qilib kelgan. Ama xo'sh, andaqkan o'tirib, bu qadimki Jeneva yig'iniga kelgan vaqtida Putin apandim kelibdi. Erdo'g'onga u vazifani bir tikka labbay debdi. Yana o'tirib bu yerda Jo Bayden apandim Xitoyning Ipak yo'liga qarshi o'tirib, yeshil yo'l degan bir yo'l strategiyasini o'tirib qo'ydi. Ko'rdinglarmi? Yeshil energiya yo'li, ya'ni yeshil yo'l degan bir strategiya planı o'tirib qo'ydi. Bu yerda bu yeshil yo'lniki qachon amali qanday qildig'ini bilmaymiz. Ammo bu yerdan chiqaradigan nuqta qaysi desa, Xitoy sizning Ipak yo'lingizni tonimaymiz degan gapni chiqaryapti. Tonimaymiz biz sizning bu Ipak yo'lingizni. Bizning mandaq strategiya planimiz bor degan gapni o'tirib qo'yapti qarindoshlar. Demak, mush nuqtadan qarsak bo'ladi. Bu Türkiye'ninki bu turayotgan siyosatning masalan yangi dunyo qurdi, qurimiz, ani qilimiz, mal qilib. Hatto men tekrar anglayman shularniki adam ba'zi kelgan chaqda ho'katgidek gaplari, tashviqotlari. Oy Xitoy undaq qildi dunyoni, Xitoy mundaq qildi, Rossiya, Turkiya, Pokiston qatorliq davlatlar birlashib undaq yangi dunyo qurdi, bundaq yangi dunyo qurdi. Buning ichida Angliya bor, falan bugün degan gaplarni to'xtamasdan so'zlaydi. Bugun Angliya kimga vakillik qilyapti? Amerika bilan bir qo'y. 7 davlat yig'ini Angliyada ichildi. Xitoy qarshi strategiya birlik Angliyada tuzildi. Buniga nima deysiz? Andaqkan bu yerda o'tirib Xitoy bilan bir sap turyapti degan andaq Erdo'g'an apandi buni labbay men Afg'onistonda men qolaman dedi, rost qolamdi, yolg'on qolamdi men bilmaymiz. Nima ishlar bo'ldi bilmaymiz. Ammo naq moment yig'inning o'zida men qolaman dedi. Demak, men sening so'zingni anglayman, sen bilan bir, sen bilan men yarashib olaman degan gapni deyapti. Xulos chiqaradigan xulosa bu. Putin
Nima dedi? Men takrar so'zim dedim. Andaqkan Xitoyni qishdi kim qilib qolgandi? Sizlar o'ylab beqinglar. Xitoyning ichida bir davlat qilib qoldi yenning o'zida. Jenuva davlatidan bir davlat qilib qoldi. U bo'lsin Pokiston. Paskinlarning davlati qilib qoldi. Aş Pakistan qilib qoldi Xitoyni. Uningdan boshqa jonga yarg'idak, kuchga yarg'idak bir davlat yo'q. U Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Saudiya Arabiston, Elqiston, Pakistanlarni qo'shib kelsangiz, hech qanday bir jonga yaraydigan Xitoyning joniga bebanda o'tirib, Xitoyga yordamchi bo'lgan davlatlar emas. Jonini boqolmay yurgan bir odatdagi bir davlatlar ular. Odatdagi bir davlat deyishimizga sabab Pokistonning yadro quroli kuchli, dunyodagi 10 ning ichida. Mush 10 ning ichidagi davlatning ichida masalan Turkiyami bor, Rossiyami bor, Pokiston, Xitoy bo'lib 10 ning ichida edi. Bular bir guruh bo'lmoqchi. Bu qatim bu guruhning o'tirisiga o'tirib turib, mana Bayden hukumati tashkillab chiqqan NATO G7 deganlar o'tirib turib bu o'tirib tushdi. Bularni o'tirib turib param-pach qilyapti desak to'g'ri bo'lmaydi. Demak, ularning dunyoni 4 davlat birlashib, boshqa arab davlatlaridan biri Ipak yo'li strategiyasi, yangi dunyo quramiz degan strategiyasi o nol qarindoshlar. O tasga to'xtaydigan gap, hatto bo'lmaydigan gap. Biz dedik, oldimizda dedik, Xitoyning yanında o'tirib, faqat Pokiston qilib qoldi. Yadro quroliga ega, kuchli deb hisoblangan Pokiston qilib qoldi. Endi Pokistonning quroli bo'lgan bilan iqtisod ahvolining qayerdan qayergacha nihoyat yaxshi bilasizlar qarindoshlar. Iqtisod ahvolining qayerdan qayergacha nihoyat yaxshi bilasizlar. Pakistan qachonga chiqib qolsin, qolmasin, u bizni ikkilantirmaydi. Bizda hech qanday biz bir narsa deyamaymiz bu nuqtaga, ammo biz siyosiy vaziyatni, siyosiy nuqtani biz tushuntirib beryapmiz. Hozirgi vaqtimizda Xitoyning yanida qilib qolgan kuchi bor davlatdan faqat bir. Ammo qolgan o Qozog'iston, Qirg'iziston, O'rta Osiyodagi Ston, arab davlatlari, o Pokiston, o davlatlar xulos gapnida o masalan Afrikadagi bir qutum davlatlar bor, o davlatlarning hech qanday bir siyosiy o'rinda roli yo'q. Demak, Xitoy hozir bir Pokiston bilan qilib qoldi desanglar to'g'ri bo'ladi qarindoshlar. Bir Pokiston bilan qilib qolgan Xitoyning masalan chegara bo'ylaridan qarab kelsanglar, Xitoyga qarshi qaysi kuch Xitoyga qarshi emas? Qaysi kuch qarsanglar Xitoyga qarshi emas. Indoneziya, Malayziya, Janubiy dengizdagi butun davlatlar, bu yoqqa qarsanglar Avstraliya, Yangi Zelandiya, Janubiy Koreya, Yaponiyadan tortib dengizda butunlay o'tirib hammasi Xitoyga tubdan qarama-qarshi holatda. Faqat nurg'un buyruqni saqlab turyapti. Qo'shnisi bo'lgan Hindiston bu Xitoyga mushunda qarab turyapti. Yaponiya bu yerdan mushunda qarab turyapti. Demak, yangi dunyo qurimiz degan Xitoyning yanida qanchalik odamlar bor ekan, qanchalik davlatlar bor ekan. Qarindoshlar, Xitoylar to'liq o'tirib bir qo'rshilib bo'ldi. Biz dengizda jang qila olamdi, jang qila olmamdi degan so'zlarni biz ayni vaqtning o'zida degan. Mao NBS bilan Putin apandimniki suhbatga qarab baqsanglarmi, shu yerda muxbir Putindan so'raydi. Navada Xitoy bilan Amerika Tayvanda so'qishib qolib qolsa, sen qaysi tarafda tursa degan vaqtimizda kulib ketib javob berdi. Sen nima deganing bu? Ularni o'tirsa jang chiqmaydi deydi. Ko'rdingizmi? Hiliga adam mundaq o'zini qochiradigan gap. Jang chiqmaydi deb turib qochiryapti. Jang chiqamdi, chiqmaydi, uni biz bilmaymiz. Ammo bu yerda o'tirib, o Putin o'zining suhbatlarida deydi, o'tirib, Xitoyning aram bir aviamatkasi bor deydi. Aram bir aviamatkasi bor, kelgusida 4 ni yasamoqchi degan gaplar bilan o'tirib turib o'zini qochirdi. Demak, o'tirib turib Xitoydan biz u jung bo'lganchiqdan kuchli bir qo'rqishning hojati yo'q degan gapiryapti. Men qaranglar qarindoshlar. Xitoydan darajadan tashqari qo'rqib ketishning hojati yo'q degan bir signalni beryapti biz bunday tushunsak. Demak ki qarindoshlarimiz bu yerda mening ko'pchilikdan deydigan savolim, ko'pchilikdan beradigan fikrim qaysi degan vaqtning o'zida qarindoshlar, Bayden hokimiyati taxtga chiqqandan keyin buni bir xuloslash kerak. Bayden hokimiyati taxtga chiqqan 6 oyning ichida shunchalik bir koalision kuch shakllandi. Uyg'ur masalasi yana tubki nuqtadan o'tirib turib, yana tiyuqur bilan o'rlayotdi. Savollar, javoblar qayerdan qayergacha qo'yilganligini biz sizlarga dedik. İşinki qarindoshlarimiz
Sizga deydigan gap, oxirgi gapim qaysi? U Xitoy, Turkiya, Rossiya o degan davlatlar birlashib dunyoda bir yangi dunyo qurdi degan bu 2-3 yildan birisi, hatto necha yildan birisi bor masala edi. O'tirib qo'yilib kelayotgan maqolalar yozilayotgan bu masala edi. Endi shu masalaning aslida xulosasi chiqdi desak xato bo'lmaydi. Demak, ularning u reallik tushlari tushib ketim qoladi. Tushni obdan ko'rdi Xitoy, shu tushib ketim qoldi. Qolgan narsani amalga oshirdi desa, men ishonmayman. Kesib aytqancha ishonmayman. Buni men Xitoyni yaxshi ko'rganligim, Xitoyni yomon ko'rganligimdan, uning o'sh bo'lganligimdan emas. Bu yerdagi men real vaziyatni, real ahvolni xuloslab o'tirib shunday deyapman qarindoshlar. Bunga qobiliyat, iqtidor kerak. Uningga do'stlari kerak. Xitoy haqiqatan o'tirib nurg'un do'stlarni yig'ib olgan. BDT'de Uyg'ur masalasi bo'yicha qo'ygan vaqtning o'zida ana ara 39 davlat ketgan. Qolganlarning hammasi Xitoy tarafdan turgan. Hozirgi siyosiy vaziyat o'zgardi. Xitoyning virusi chiqqandan keyin siyosiy vaziyat o'zgardi. Xitoy bu virusni taqtish orqali men dunyo xalqini butun cho'kirib o'taman. Bütün dünyanın çoğun karxanları Xitayda bo'lgandan keyin men bu karxanlarni to'g'on bahoda turib setib olaman. Uning keyinda virusni o'tirib o'zim taqatdim. Xitoyning dunyodagi karxanlarini hammasini o'zim setib olsam, to'g'on bahoda setib olsam, aydaq bilalni tuzgan to'g'on bahoda setib olsam, shu hamon o'tirib bu virusni oyoqlashtirib ishlab chiqarishga kirgizsam, men dunyoni o'tirib qul qilsam degan nuqta bilan bu Xitoy o'tirib bu virusni boshlatgan. Ama dünyanınki karxanlarına oturup unçilik karxanı qurğunchilar unçilik dötemezki olar oturup. Satıdığan bazı uşaq karxanlar setipti, bazıları taşqı dunyoga chiqib ketibdi, boshqa davlatga yo'tkilib ketibdi, yana ba'zilar ishlab chiqishdi, to'xtab turibdi. Ondaqkan bu Xitoy bu yerda bu virus orqali oturup bugungi ahvolni ko'rishlar 3,5 milliondan ortiq inson o'ldi. Virus orqali dunyo oturup men bugungidek oturup dunyoda sharmanda holatga keldi. Ben aldığım katılmak söhbetinde qani siz deyotgan Xi Jinping, Şeyx deymiz, tashqi dunyoning bir davlatiga ziyorat kelolmaydi-ku. Yo'q-ku, nimishqa yo'q deyishimizning sababimiz mana shundaq. Tashqi davlatga chiqsa, Putin bilan NBSning muxbiri o'tkazgan suhbatning ichida muxbir degan shundaq taltiyotgandek savolni so'raydigan gap. Uni o'tirib salla xatolashib ketsangiz, sizni saqlab turgan davlatingizdagi xalqingiz o'tirib sizga saq qarab o'tirdi. Ular oturup ben yeymen deydi. Nimiş hata cevap verdiniz deydi. Xitay mı o'xshash? Bu meslek kelgan chaqda Xitoy diplomatiya jihati bo'lsin, dunyodagi do'stlik jihati nurg'un jihat etgan chaqda pek ko'p ziyon tortdi qarindoshlar. Xulosa gap, bularningki bu 4 davlat birlashib o'tirib yangi dunyo qurdi, yangi dunyo sistemasini vujudga keltirdi degan gaplarni mushularning hikoya tushlarini tushib ketim o'tirib shundoq tashlab qo'yinglar, shundoq unutib ketinglar. Mumkin emas qarindoshlar. Men sizlarga aytganim. Bugungi kun Xitoyning bundan keyin halokatga qarab mangadigan, tövenge qarab turib mangadigan, o'zining jinoyatlarini topshirmasang bo'lmaydi degan nuqtada turib qarab mangan kunlar va oylar deb turib tushansanglar to'g'ri bo'ldi. Men oxirida so'zimni shu Putin bilan NBSniki muxbirniki so'zlagan savol so'rag'iniki qisqa xulosasini men ko'pchilikka bir qator eslatib qo'yay dedim. Chunki qarindoshlar buni anglab yiqinglar xohlaydigan do'stlar, anglab baqsanglar bo'ldi, siyosatni o'rganayotgan qarindoshlar. Buningda nayati muhim savollar, bizga doir savollar o'tirib qo'yilgan, anglamagan do'stlar o'tirib o'z qo'li bilan anglab qolsin degan nuqtada men buni qo'yib qo'ydim. Anglab qo'yasizlar, vaqt uzun emas. 3 minutga yaqin. Что вы думаете о том, как Китай обращается с национальными меньшинствами в Шэньчжэне? Вы знаете, я встречался с некоторыми уйгурами. Всегда можно найти людей, которые критикуют центральные власти. Но я встречался с уйгурами, когда был с визитами в Китае. И уверяю вас, во всяком случае, то, что я слышал своими ушами, что они в целом приветствуют политику китайских властей на этом направлении. Считают, что Китай очень много сделал для людей, проживающих в этом районе, с точки зрения экономики, поднятия культуры и так далее, и так далее. Поэтому, что же мне давать оценки, глядя на ситуацию со стороны?
Вы знаете, действительно, вы знаете, что многие уйгуры этого не говорят, что Америка обвинила Китай в геноциде, и госсекретарь обвинял Китай в геноциде. Миллион уйгуров сейчас находится в концлагере. А вы какой посыл мусульманскому сообществу в бывшем Советском Союзе хотели бы направить в связи с этой ситуацией? Я посыл мусульманскому сообществу в России должен направлять политикой российских властей в отношении мусульман Российской Федерации. Россия является наблюдателем в Организации Исламской конференции. У нас 10% и даже чуть побольше, наверное, это исламское население. Это граждане Российской Федерации, у которых нет другого отечества. Они вносят колоссальный вклад в развитие нашей страны. Это касается и рядовых граждан, это касается религиозных авторитетов. Что же я буду разговаривать и выстраивать отношения с этой частью наших граждан со ссылками на ситуацию в Китае, не понимая досконально, что там происходит? Я думаю, что вам лучше по поводу всех этих проблем справиться в Госдепартаменте, либо в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики. Просто вопрос относительно того, готовы ли вы критиковать Китай. Men buningda degan gaplar boyatinga o'xshash. Biz men deydi o'tirib siz Shinjongdagi Uyg'urlarning vaziyatiga qanday qaraysiz degan chog'da hamma u yerga borgan, avmau degan faqat yuqorida so'z degan so'zlar emas. Shu yana birisi o'tirib irqiy qirg'inchilik masalalarini o'zining ichidagi davlatdagi musulmonlar bilan selishtirib so'ragan vaqtingizda bundaq masalalarni siz eng yaxshisi shu Xitoyniki tashqi ishlar ministri boshqalardan so'rasangiz bo'ladi degan gaplarni deyotdi. Bu yerda bizning Putin apandimning bu so'zlariga biroz norozilik qildigan yerimiz qaysi desa, bunga norozi bo'lgan nuqtamiz qaysi desa, bu yerda deydiki, o'tirib masalan men Shinjongga borgan, u yerdagi Uyg'urlar shundoq dedi, Uyg'urlarniki o'z qo'ligim bilan angladim degan gaplarni deydi. Bunga nurg'un qarindoshlarimiz o'tirib javob bergan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Endi menchi bo'lgan vaqtingizda bu o'zimizning shaxsiy ko'z qarashimiz, noroziligimiz. Bu yerda mayli Uyg'urcha bo'lsin, mayli Ruscha bo'lsin hech qanday qadam javob bermadi. Men xulos qilib bunga javob beradigan javobim Putin apandimga deydiganim, men ancha muncha o'rischa bilaman. Bu o'rischa o'zimning tushuncham bo'yicha men shunday deb qo'y, to'g'ri tushunasizlar qarindoshlar. Putin apandimniki u yerga berib so'rgan narsalari, masalan, Putindan so'raydigani, masalan, уважаемый господин Putin, спасибо вам, вы знаете уйгуры. Уйгуры какой нации? Она где живет? Вы знаете, вы знал. Я хочу сказать вам спасибо. Основное, ты знаешь уйгуры кто. Ты сказал уже, я ездил в Шинджан, а там я слушал уйгуры, я встречал уйгуры, а так говорили. Может, я говорю, 100% я говорю, ты встречали, может быть, Нурбекри, может быть, как еще другой называется, Нурбекри или другой. Ты встречал, может быть, например, ты встречали с Нурбекри. Нурбекри кто? Нурбекри какой человек? Вы знаете, уважаемый господин Путин? Нурбекри как китайским собака. Мы называем он китайским собака. Он только говорит на уйгурском. У него глаза, у него мозги, у него сердце, у него кровь 150% похожи китайц. Как китайская работа, как китайским собака. Если ты лучше узнаешь, если ты хочешь узнать уйгурском положении, уйгурском геноциде, лучше, я говорю вам, лучше спросите Алексей Казак. Он живет в Москве. Спрашивайте Алексей Казак. Он очень-очень хорошо понимает уйгурское положение, уйгурский геноцид.
уйгурский концлагерях. Все знает он. Он каждую субботу раньше, каждую субботу, почти 6 месяцев, каждую субботу, почти 3-4 часа он разговаривали о чем уйгуре. Он разговаривали о чем уйгурский геноцид. Геноцид. Genocide. Он разговаривали. Если лучше, если ты хочешь больше узнать уйгурское положение, спросите, пожалуйста, почему ты не спрашиваешь? Спросите, пожалуйста, Сергей Шуйгов, твой помощник, твой генерал, российский генерал, он тоже уйгур. По-моему, он 2-3 года назад он ездил в Турпан. До Уйгурстана Турпан ездил. А там изучал уйгурское население всех мира, сколько миллионов уйгуров, как. Он изучал там, он был там. Он первый раз он сказал, Сергей Шуйгов, твой помощник, твой генерал, Сергей Шуйгов, он так сказал, всех мира уйгурские народы больше 100 миллионов, может быть 160 миллионов. Он так говорил. Если ты хочешь узнать правильную информацию о чем уйгуре, пожалуйста, не спрашивайте, не ездите в Китай, не встречайте Нурбекры туда-сюда. Лучше спросите Алексей Казак, и потом, если ты хочешь, спросите Сергей Шуйгов. Он очень хороший, может быть 100%, может быть больше, он знает уйгуре. О чем уйгуре. Spasibo вам. Özümnің түшенчем бойынша Putin әпәндімге bu gaplarımni deb qo'ydim, qarindoshlar. Siz Uyg'urning ahvolini mening degan gapim, siz hech qanday qilib nimadan so'ramasangiz, Nurbekirga o'xshash undaq ishlardan, sabaqlardan, kuchuklardan so'ramasangiz, chiroyli tushuncham bo'yicha so'ramasangiz. Agar so'rag'ingiz kelib qolsa, masalan, Uyg'urlar haqida ko'plagan informatsiyani berayotgan, burundan tatib to'xtamay o'tirib so'zlab kelayotgan Aleksiy Qozoqdan so'rasangiz, undan bo'lmay qolib qolsa, o'zingizning yanidagi birinchi generalingiz, o'zingizning yanada sizlar xizmat qilayotgan generalingiz Aleksiy Shuygovdan so'rasangiz, u bizning vatanimizning Turpan rayoniga borgan, dunyodagi Uyg'urlarning nupusi zodi qanchalik degansida aniqlanmagan degan gaplarni dedim. Xato bo'lib qolsa, fikrimni Putinga yetkazadigan qarindoshlar, rus tilini yaxshi biladigan qarindoshlar texim qo'shib, erkin hamda Norvegiyada turib, o'ris tilini o'zi o'rganibdi. O'ris tilini yaxshi bilmaydi. Biz yaxshi bilamiz deb o'tirib, mening so'zimni beytib, ve texim qo'shimchasini qapqoyirni to'ldirib, to'liqlab, yo'llab qo'ysanglar bo'ladi qarindoshlar. Mening bugun sizlarga deydigan gapim shu. Ko'rishgacha omon bo'laylik. Xo'sh.